Yaxshimisilar do'stlar, yaxshilarmi? Men do'stimlar Qarko'z bo'lma. Bugungi sizlar bilan paranglashadigan temamiz, sizlaydigan hikoyamiz bo'lsa, hikoyami emas, endi bir rast bo'lgan bir voqelik endi bu-da. Meningki bir taniydigan bir akam bor endi. Akamizniki beshida o'tgan ish. Bir pushaymini. Endi bu dunyoda nurg'unlagan hammamizniki pushaymonlari bo'ladi. Bazı pushaymonlarni o'zimizniki tirishishimiz orqali o'zgartira olamiz endi. Lekin ba'zi bir pushaymonlarni umrlik pushaymon. Shu akamizniki beshida o'tgan bir ish endi. Bu akamiz nihoyatda badavlat mayli mol dunyodan bo'lsin, mayli xizmat jihatdan bo'lsin, nihoyat qozongan bir akash endi. Mush akash bilan bir kun suhbatlashib akash o'z og'zi bilan menga deb berganda, bu akamiz shu yosh vaqtlarida maktabda o'qiyotgan vaqtlarida nihoyat a'lo o'qiydi ekan. Uyga qaytib kelsa, dadasi nihoyat ko'p ishlarga aralashadi ekanda. Mesela anı manda qilsang bo'ladi balam, mani manda qilsang bo'ladi balam deb ko'p ishlarga aralashadi ekan. Hattoki oshxonada tomoq yeyman deb dadasidan pul so'rasa, bala pulimni senda ayayotganligim emas, lekin uyda yesang yaxshi bo'ladi. Uyning tomoq olgan pakiz, tomoq degan teshitni yesang, uydagidek pakiz bo'lolmaydi deb ashtan gaplarni davomli ashtan bir ishni qilaman desa, dadasi nihoyat yaxshi tarafni o'ylagan asosda bu akamizni to'sib endi. Masalan, kechalari bir yerlarga o'ynaga chiqaman desa, balam, kechda qalayim qaylar jumisang. Hattoki ba'zi vaqtlarda bu akamizniki alog'inlardanmi ism tilga ib turib, ma'bal bilan aralashmasang, ma'bal bilan jumisang deb aytdi. Yaxshilikni o'ylagan asosda bu akamizni chiqishlardan to'sib ekan. Bu akamiz lekin nihoyat bezor bo'ladi ekan. Nihoyat bezor bo'ladi ekan. Hatto dadasi qarag'isam kelmaydi ekan. Ashta dadasi aralashib bir kuni bu akamiz shunday bir o'yga kelib qolgan ekan. Qachon o'lay bu odam deb. Shuning bilan bu akamiz yaxshi maktablarni yaxshi o'qibdi, yaxshi bitirib diplomlarini olibdi. Lekin dadasining endi vaqtning o'tishi bilan dadasining yeshimi cho'ngibdi, og'riqchan bo'libdi. Dadasi yetib qolibdi endi. Ma'maydigan holat. Shuning bilan dadasining bu akamiz uyga kelsa, dadasi karvat yetib turibmi, yana bu akamizni chaqirib, uyingning tokini qilibdi, o'chirib, kirlarni quribdi, yeyib deb ashtaq bir ishlarni endi davomli borib turdi ekanda. Balam to'kdigan pul isrof bo'lmasin deb, hattoki tomoq yeysimi, siyqibdi, yevat deb yetib qolgan odam endi. Bu akamiz nihoyat bezor bo'ldi ekan. Qachon qutulaman deb o'ylayotganda, bir kuni bu akamiz maktabni bitirgan keyin qo'l diplom bor. Nihoyat yaxshi natija bilan bitiribdi. Nurg'unlagan xizmat organlariga bu akamiz o'ziniki janli demdi, uqtirish, tushuntirishni topshirgan ekan. Bularning orasida nihoyat kuchli bir shirkat bor ekan. Nihoyat qobiliyatli bu akamizni qabul qilib ketishi toza imkon bo'lmagan endi. Bu ularning hamilaqi o'ziga shirkatniki pek kuchli shirkat bo'lganligidan qabul qilgan odamlarga nihoyat iqtidorli bo'lishi kerak ekan. Ashtaq bir shirkatga tavakkul qilib beribdi endi o'ziniki jannisini. Bergandan keyin bu shirkatning bir kun telefon qilibdi. Falanchi kuni kelib 100 dirham ko'rishim, biz bilan ko'rishing deb. Men shidamdim. Shuning bilan shu kuni kelibdi. Shu kuni kelib bu akamiz toz chiroyli yasanib, men shunga ma'noga vaqtida og'rib yotgan dadasi chaqirib debdi endi. O'g'lim, sana bir azroq nasihat qilib qo'yay. Mendan keyin qolsang,
bir yerdimda bir narsa chechiliqliq to'sa terib etgan. Bir narsaning buzilganini ko'rsang, qo'lingni kelsa o'ngshab qo'ygan. To'klar inib qolsa o'chirib etgan. Bunda bir yo'lda axlatlar bo'lsa, hamda tashlar bo'lsa, ilib etgan. Adam degan nihoyatda ba'zi bir ishlarni o'zligidan yaxshilik o'ylab turib qilish kerak. Ashunday qilgan odam dunyoda xor bo'lmaydi deb nihoyatda chiroyli nasihatlarni qildi. Bu akamiz menda men shu aldirgan odam deb nihoyatda bir ho'shaqmaqlik bilan anlatdi. Bo'ldi debsam men aytdimda. Bu akamiz yo'lda menayotgan shunday hayajonlanibdi-da. O şirket nihoyatda hamda iqtidorli shirkat ekan. Bu akamizni elishi natayin deb o'ylayganda o'zi. Shuning bilan shunda o'di qilibdi, jiddiylashibdi. Shirkatniki oldiga berib, men shu qildigan qavatga chiqibdi. Chiqib, ishkidan shunda kirsa shirkatning nihoyatda ishninki bir boltisi bo'shab qolganini ko'ribdi hamda kirgan yerki zal da qalaymiqan. O'rindiqlar yig'ilgan. To'klari yine işte bo'lgandan keyin shundan adasini yeb esi kelib qolibdi. İşte bir narsalarni o'ngshab qo'y deganda ishniki boltisida qo'li bilan burab kirgizibdi. Agar yig'ilgan o'rindiqlarni ilib bunda joy-joyiga qo'yib, 4-5 axlat balki axlat sandiq silib, yig'iliq tokni o'chirib, derizini yepitib, ichi kirib qoldi. Ichi kirsa, ichida 7-8 ta mushunga o'xshash men shu qilib kelgan bolalar o'tiribdi. Ashlardan birga o'tirib, ularni bir-birlab men shu yerga chaqiribdi. Chaqirib, ular bir-birlab chiqibdi. Shu mana akamizning bolalar kelgan 7-8 odamni men shu qilib qo'ydim. Qilib keyin buning kelgan vaqtida bo'ldi, ishdan chiqdi. Bo'ldi, men shu tugdi deb qaytanglar dedi. Ular bu meni so'rabmi qo'ymadi bular deb bayram qilib, shuni qaragan jeliram qarablar. O'tmagan o'xshaymi deb ishga taraf qarab menvassa bir odam chaqirib buni. Ukam to'xtang. Men kirang deb. Kirgandan keyin shundan bilan o'ltaq uzib bizning bu shirkat o'zingiz bilasiz nihoyatda iqtidorli, nihoyatda obro'yi bo'lgan bir shirkat, kuchli shirkat. Bizga mu qanday odam kerak deganda nihoyatda o'zini bilib ish qila oladigan israfxo'r emas, tejashchan, nihoyat mas'uliyatchan ashta bir odam kerakdi. Biz shirkatning ham yerga jankon qo'yib, kamera hammalarni kuzatdik. Oldimizdan kirgan 7-8 u shitiki bo'shab ketgan bontaga, axlatga, o'rindiqqa hech qanday diqqat qilmadi. Ustiga kirib o'tirdi. Bir siz shu hamma narsaga diqqat qilib, hamma narsani joy-joyida qildingiz. Bizga naq sizdek odam lozim. Degandan keyin bu akamiz nihoyat xush bo'ldi-ki, shu shirkatga qabul qilindi-ki, ta hozirgacha shu shirkatda shu kun qabul qilinib, ashad yaxshi ishlab, o'sib, kuchayib, nurg'un o'z oldiga bir narsaga ega bo'lib, hozir bak kuchli odam bo'lib ketdi hamda-ku. Bu maduniya nihoyat ko'pda. Şu günkü xizmatdan hozir nihoyat boyashat yashayapti hamda. Shunga ashada bu akamiz nihoyat xushal bo'libdi. Dadasining bir yig'iz gipi esa kelib qildi shu ishlarni. Shuning bilan ishdan shirkatdan shirin chiqib xushallanarligida dadamga bir rahmat aytaman. Dadam meni eskartgan. Bu dadam nimandaq bir avliyodek shu men ishim qil shu gapni qildi deb junda xushallik bilan uyini oldiga kelib qo'rasini uyiga da ishini oldiga qarasa eshik yo'g'a ichiq 15 odamlar yig'izlar tug'ani basa dadasi alamni o'tibdi-da. Shuning bilan dadasining qishiga kirib, dadasi og'riq yetib qolgan odam hamdi. U odam qo'polmagandan keyin ba'zi vaqtlarda joyiga tarat qiladi, kichik tarat. Shu kichik tarat qilib qo'ygan shu ko'psini akamiz shu vaqtida qatlab evagan ekanda. Hozir uyda baki shu ko'psi har qaytam dadasini seg'ingan vaqtida shu ko'pini silib, ashning tepida o'tirdi ekanda. Bu
endi bir rast bo'lgan voqea endi. Şuna aşka mağama nurga adamlar session qildi. Bir kuni bir o'quvchi inimiz session qildi menga. Aka, işte men o'zim o'quvchi hem o'qiyapman, hem o'zim egilik tiklayapman. Lekin meni cho'nglar tushunmaydi. Dadam menga kunda telefon qiladi. Nima ish qilyapsiz? Qanday turyapsiz? Hatto bir kuni 10 qitim telefon qiladi. Men bek zerikdim. Cho'nglar nima ish qilishincha ular menda ansiraydigan bu. Ular bizga ishonch bo'lmamdi deb bir nurg'un hadisib session qildi. O inimizga nima taqinimni javob qaytarmadim, lekin mush beni cho'qim ko'rdi. Mishal javob beray. Dadangiz endi sizga kuniga 10 qaytam telefon qilayotgan bo'lsa, siz bir mazgil sabr qiling. Ajunimizdan telefon kammaydi, Amerikalar keldi. Qattiq kammaydi. Qattiq. O'zingiz qaytarsangizmi, o telefonni hech kim ko'tarmaydigan Amerikalar keldi. Shuning uchun dadamizning bu vaqtida nima aytdi? Bag'ri qiynab olaydi. Bu dada degan addiy bir tushuntirishda bu dada deganni ham bu mohiylikni tushundirish, dada deganni tasvirlashda bu til ajizlik qiladi. Addiy bir bunda tushuntirishda dada degan qanday narsa desa, bizning beshimizga shundoq bir ig'ir kun keldi. Ya biz bir aloqalarni terib qo'ydik. Ya bo'lmasa birasiga cho'ng bir ko'lamda bir qarz olib qoldik. Shu ishlarni shunda yurkimizda qo'rqimiz hamda mushtaishlar yurg'izsak, bir ishlarni terib qo'ysak, bir qarz olib qolsak. Bu yurkimizdagi qo'rqish qanday qilgan to'xtaydi desa, shu terib qo'ygan ishni dadamiz bildilar, bizning qalbimiz to'xtaydi-da. Dadam bildi. Alaqalarimiz-mi? Adak men mushta bir ish terib qo'ydim desa, dadam bildimi? Nima ish qiladi deydi? Chunki dada bildi degan gap bu ish hal oldi degan gapda. Shuning uchun bu dadadan ayrildi degan gap. Bu dunyodan ayrildi degan gapda. Shuning uchun hammamiz dadamizning hayotlar, dadamizning chin quchoqda olaylik. Dadamiz chin quchoqda. Bu yangi hikoya mushakecha. Rahmat sizlarga.